Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan burch, jasorat, matonat shiori ostida ma'naviy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Unda Ichki ishlar vazirligi mas'ul xodimi, shoir Zikrilla Ne'mat Vafoiy qalamiga mansub Yovqur o'g'lonlar yodi nomli yangi kitob keng jamoatchilikka taqdim etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. 2026-yil 8-may kuni Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi binosida Prezidentimizning 9-may xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida burch, jasorat, matonat shiori ostida ma'naviy-ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Tadbir doirasida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ma'naviy-ma'rifiy ishlar xizmati mas'ul xodimi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, shoir va tarjimon Zikrulla Ne'mat Vafoiyning Yovqur o'g'lonlar yodi nomli kitobi taqdimoti bo'lib o'tdi. Mazkur asar mustaqillik yillarida mamlakatimiz tinchligi va xavfsizligi yo'lida halok bo'lgan 206 nafar harbiy xizmatchi hamda huquq targ'ibot organlari xodimlarining porloq xotirasiga bag'ishlangan bo'lib, ularning jasorati, fidoyiligi va vatanga sadoqati haqida hikoya qiladi. Taqdimotda Ichki ishlar vazirligi xodimlari, ta'lim muassasalari tinglovchilari va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etib, yoshlar qalbida vatanparvarlik va sadoqat tuyg'ularini mustahkamlashga qaratilgan fikr-mulohazalar bildirildi. Shuningdek, bunday ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar jamiyatda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi hamda jinoyatchilikning oldini olishga xizmat qilishi alohida ta'kidlandi.